Assalomu alaykum barchalarga. Bugun Corona Render o'rnatishni o'rgatamiz. O'tgan safar 3ds Max'ni crack qilib o'rnatishni o'rgatdik. Xo'p, hamma narsa o'chirilgan, internetda o'chirilgan. Albatta, mana menga kirib turib Windows Defender'dan o'sha Magic'dan real time'ni o'chirib qo'yilgan holatda bo'lishi kerak. Bo'lmasam yana ishga tushib ketib qoladi. Xo'p, kirgan vaqtimiz albatta papkani ochib olamiz. Corona Render 14 Ford 3ds Max 16 dan boshlab 2026 gacha bo'lgan. Endi ochib olamiz 14 ta o'ng tugma bilan tegishli fayl qilib ochib olamiz. Ochib olganimizdan keyin ichiga kirib turib, choose Coronani ichiga kirib turib, mana buni bosib turib o'ng tugmani Zapustit od izmenit administrator shu orqali kirishimiz kerak. Kirganimizdan keyin xo'sh, keyingi vaziyat mana bu holatda turadi. Bu avval ikkita tugma chiqadi. O'shani bosib turib o'rnatib olganimizdan keyin mana shu platforma ochiladi. Mana shu oyna ochiladi. Ya'ni birinchisi o'zingiz haqida ma'lumot bering. O'sha serveringizni kiriting, narsa balobatar. Bu narsa kerak emas bizga. Chunki biz bez litsenzionni ishlatamiz. Done bo'ldi, tayyor. Xo'p, endi qilayotgan ishimiz Xo'p, ikkinchi qilayotgan ishimiz uni crack qilib olish. Crack qilib olish uchun o'sha ochilgan yopib qo'yamiz. Absolutni ochmaymiz buni. Ochmaganimizdan keyin mana bu login liba release'ni copyright qilib olamiz. Copyright buni tashlab chiqamiz. Xo'p, buni bitta olamizda Ctrl S. Ctrl S ni beramiz. Xo'p, qilib olganimizdan keyin bizning qilayotgan ishimiz cdisk, program on files, chaos, Corona Render 3ds Max 2026 shu yerda aynan o'ziga tak hozir shu kirgan joyimizda o'ziga vyставить qilib olamiz. Vyставить mana заменить fayl. Bam. Har ehtimolga qarshi crackni qilib bo'ldik. Endi bitta chiqamiz, image editorga kirib turib, bu yerga ham vyставить qilib olamiz. Va ertadan chiqib turib stand load keyin bitta vystavить qilamiz. Xo'p, bizda endi Corona ishga tushdi. Coronamiz ishga tushdi mana. Рабочий stolda paydo bo'ldi. 2 marta bosib turib mana ochsa bo'ladi, lekin hozir bizga bu narsa kerak emas. Buni Promo 3ds Max'da o'zidan kirgan vaqtimiz hozir ochiladi. O'zidan o'zi mana bu oynalar paydo bo'lib qoldi. Bu albatta bu narsa kerak emas. Bu mana shu 3 ta turgan chiziqlar, lentalar, ya'ni o'sha Corona Renderning narsalari. Buni suratganchasi bor, boshiga o'shani bittalab olib tepaga surib olib borsa mana qo'shilib boradi. Mana shu bilan Corona Renderimiz o'rnatildi. Fayllarni o'zimning shaxsiy kanalimga tashlab qo'yaman, o'tsanglar. Video yoqqan bo'lsa, обязательно like bosinglar, kommentariy yozinglar tushunmagan joylaringizga, albatta javob qaytaramiz va obunamiz bo'lib qo'ying. Yana qo'shimcha narsalar, videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sizdan like va podpiska, bizdan esa harakat.